Davlatimiz rahbari tomonidan belgilab berilgan tizim asosida aholining tomorqa va ijara yerlaridan samarali foydalanish orqali daromadlarini oshirish chora-tadbirlari viloyatimizda ham keng izchillik bilan amalga oshirilmoqda. Ayniqsa Namangan tumanida yashovchi omilkor yurtdoshlarimiz yiliga 2-3 marta hosil olishga erishyaptilar. Sayxunobod va Uychi tumanlari tajribalarini ommalashtirish orqali aholi bandligi ta'minlanib, oilalar farovonligiga erishilyapti. Navbatdagi lavhamiz aynan shu haqda. Namangan tumanida jami 53 ta mahalla fuqarolar yig'ini mavjud. Qirg'izqo'rg'on mahallasida 508 ta xonadonda 703 ta oila istiqomat qiladi. Bu yerdagi aholi asosan chorvachilik, parrandachilik, dehqonchilik kabi sohalarda faol mehnat qilib kelmoqda. Ular tomorqaning haqiqiy daromad manbai ekanligini anglab yetgan va undan unumli foydalanishyapti. Xususan, ko'chatchilik keng yo'lga qo'yilgan. Issiqxonalarda yetishtirilgan sabzavotlar ichki bozorlarga yetkazib berilyapti. Qirg'izqo'rg'on ko'chasida joylashgan Yo'ldashevlar xonadonida 3 sotix maydonda tashkil etilgan issiqxonada ayni paytda 1200 ta pomidor ko'chati parvarish qilinmoqda. Mart oyida ekilgan ushbu ko'chatlar may oyida hosilga kiradi. Xonadonda shuningdek chorva mollari ham boqiladi va sut mahsulotlari orqali ham daromad olinmoqda. Men kelin bo'lib tushganimga 13 yil bo'ldi. Biz bu yerda dehqonchilik qilamiz, chorva mollar, qo'ylar boqamiz. Issiqxonamizda pomidor, bodring ekamiz. O'tgan yil pomidorni 40 millionga sotdik. Uni orqasidan chiroyli uylar, mashinalar oldik, to'ylar qildik. Qo'limizda hunarimiz bor, ro'mol to'qiymiz. Bir haftaga 5 ta to'qiymiz. Topgan daromadimiz oilaviy ishlatamiz o'zimiz. Xonadonlarda issiqxonalar qurilgan, issiqxonalarda bodring, pomidor mahsulotlari yetishtirilyapti. Bunga aholi o'z kuchi, mehnati bilan mablag' yetishmaganlarga bank kreditlar hisobidan issiqxonalar qurib berildi. Qishlog'imizda mevali, manzarali daraxtlarni ekdik, aholiga bog' yaratdik. Har bir xonadonga 10 tutdan, 20 tutdan mevali daraxtlar, ko'cha boshlariga mevali daraxtlar, rayhonlar ekdik, gul ko'chatlar ekildi. Namangan tumanida gulchilik bilan shug'ullanuvchi usta gulchilar ham yetarlicha. Saxovat mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli Barhayot ko'chasida istiqomat qiluvchi Sattarovlar oilasi ham ulardan biri. Mo'jazgina issiqxonada turli xil gullar, xususan chinnigul, petuniya, shafran kabi turlarni uchratish mumkin. Bu yerda nafaqat ko'zni quvontiruvchi go'zal gullar, balki turli sabzavot ko'chatlari ham yetishtiriladi. Ilhomjon Sattorov tibbiyot sohasida faoliyat yuritishiga qaramasdan gulchilikni otalaridan qolgan kasb sifatida ardoqlab kelmoqda. Ularning ta'kidlashicha, gullar insonga zavq, ruhiy oziqa va yaxshi daromad beradi. Qishlog'imizda barcha bir qaracha yerdan ham unumli foydalanish maqsadida mana shu gulchilik bilan shug'ullaniladi. Qish faslida, yoz faslida, yil davomida doim mana shu yoshlarimiz, qolaversa mana mahalla ko'ydagi ayollar, qo'ni qo'shnilar hammasi mana shu ish bilan doimiy band bo'ladi. Gullar festivaliga ham o'tgan yillar, avvalgi yillar ham bir oy davomida mana shu uydan yetkazib berdik. Chorsu dehqon bozori darastamiz bor. Mana shu yerlarga chiqib ayolimiz, kichik o'g'limiz gul savdosi bilan shug'ullanadi. Ayni paytda tomorqadan samarali foydalanish istagida bo'lgan har bir fuqaro uchun davlatimiz tomonidan keng imkoniyatlar yaratilgan. Shu boisdan har bir hududda yerdan samarali foydalanilyapti. Bu jarayonda Namangan tumanidagi tajribalar shuni ko'rsatmoqdaki, kaft ekini yerdan ham katta daromad olish mumkin. Bu esa mahallalarda tomorqa madaniyati shakllanayotganidan dalolatdir.